Qanday mazza. Tong ham otdi. Endi esa ishga jo'nayman. Har doimgidek ish. Lekin bugun muhim kun. Chunki bugun shaharga yangi mer saylanadi. Uni esa aeroportdan kutib olish kerak. Hamma joy toza, yo'llar ham. Va men endi o'sha yangi merni kutib olishim kerak. Hoy, sayohatchi, sen o'zingni yaxshilab tartibga keltirib ol. Sen merni oldiga borasan. Yangi mer seni ko'rsa, jirkanmasin yana. Xo'p. Xo'sh. Bizning uyimiz mana shunaqa. Butun shaharni mana shu lavali devor bilan merimiz o'rab chiqishni buyurgan. Hozir esa mana shu aeroportda uchib keladi. Xo'sh, turaylikchi. Kelyaptimi o'zi? Aqlashayotganga o'xshaydi. Parvoz qalay bo'ldi? O'tdi. Xo'p, unda birinchi qiladigan ishimiz nima bilasizmi? Men sizni birinchi shaharni ko'rsatish bilan boshlayman ishimni. Qani unda izimdan yuring. Eshikni o'zim yopib qo'yaman, o'zim yopaman, o'zim. Xo'sh, eshik yopildi. Xullas, mer janoblari, endi mana bu bizning mashinamiz. Bu mashinada hozircha mer aytgani uchun vaqtincha minib turaman. Meni o'zimni mashinam yo'q. Uni sotib yubordim. Kreditlarim to'lashga ketdi. Xo'sh, mer. Hozir merga bir murojaat qilay, telefon qilib. Mana bu kechqurun bo'ldi. Xo'sh, mer, meni uyimda bir kunga tinib qolasiz endi. Yuring. Tezlashing, mer. Yangi mer. Ha, bu shahar kichkina bo'lsa ham bunaqa katta mavjudotlar bu yerda spawn bo'lib turadi. Xo'p, sizga hozir joyingizni ko'rsataman, qayerda yotishni. Mana shu yer sizga. Marhamat. Xo'sh, mer, sizga yoqimli hordiq. Dam oling. Siz uzoq yo'ldan keldingiz. Men esa ertalab bo'lguncha razvedka qilib chiqishga to'g'ri keladi. Hozir tashqariga chiqib razvedka qilib chiqaman. Mana bu yerga chiqib razvedka qilaman. Hoy, mer, uyg'ondingizmi? Ha, albatta. Mer, charchoqlaringiz tugadimi? O'tib ketdimi? Yaxshi. Uzoq yo'lda baribir. Ha, mayli, yuring, chalg'imaymiz. Agar ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda tort bor sizga. Yeb oling. Juda ham och qolgan ekansiz-a. Mazza qilib yedingiz-a? Ketdik bo'lmasam. Xo'sh, unda sizga shaharni ko'rsatishim kerak. Merni uyiga esa mashinada boramiz. Birinchi o'rinda mana bu uy, ikkinchi uy. Bu uy, ikkinchi uy. Jami 6 ta. Qolganlari esa bank va savdogarning uyi. Endi yuring, sizni mashinada sayr qildirib kelaman. Baribir zerikasiz. Zombi go'shti. Aytgandim-a. Tozalovchiga.
Endi ketdik. Ha, mana merni o'zi ham tashqarida turgan ekan. Hoy, mer janoblari, to'xtab turing. Mer janoblari, sizda gapim bor edi. Hoy, mer, to'xtang. Sizda gap bor. Hoy, mer. Menimcha mer xafa bo'lgan. Yoki bu merni ukasimikan? Yoki merni o'zimi? Hoy, mer, qarab oling. Allo, ya, mer ichkarida ekan, ketdik. Yangi mer, ichkariga kiring. Marhamat. Salom, mer. Bugun sizga yangi merni olib kelgandim. Ha, men seni tanidim. Yur, men senga bir joyni ko'rsataman. O, sizni qayerga olib ketdi mer? Bu qayer? Bo'sh qara, endi yur. Bu yer esa garaj edi. Ovqatlar va boshqa narsalar saqlash uchun. O, ikkalangiz tez chiqishib ketdingiz-a? Ikkita mer yonma-yon. O, mana shu uyni endi senga topshiraman. Endi esa mana shu uy senga. Xo'sh, mer. Mendan Mer, ketadigan vaqtingiz bo'ldi. Endi sizni bu yerdan olib ketishim kerak. Aeroportga olib borishim kerak. Xullas, mer, endi xayr bo'lmasa, mer. O, qanday uxlab turdim, mazza. Xo'sh, bugun merni aytishicha, boshqa shaharga ketarkan, dam olgani. Sohilgami, Gavaya oroligami, o'sha yerga ketarkan. Mayli, yaxshi borsin. Men esa uni kuzatib qo'yishim kerak. Chunki u mana shu ketib qoldi. Bo'ldi. Mayoqqa chiqsam, yo. Mayoqdan barib ko'rmaydi. Xo'p, xullas, endi yangi merni oldiga boraman. Eshikni yopamiz. Va men yangi merni oldiga boraman, chunki men yangi merning haydovchisiman. Bu mashina menga prokatga berilgan. Yangi mer o'zi topshirdi. Mashinamni shu yerga qo'yaman. Endi esa hoy jiyan, jiyan. Yangi mer hali uyg'onmadimi? Bilmaysanmi? Aytib o'rasanmi? Alyo, qayerga qochyapsan? Gapirsang-chi. Bular o'zi odam ko'rmay odam ovib qolgan. Men qayerdan bilaman u yangi meringni? Men o'zimni dardimda yurgan bo'lsam. Mayli, o'zing dardingda yurgan bo'lsang yuraver, lekin yangi merni sizlar bilan tanishtirishim kerak. Sizlar ham tanishlaring kerak uni. Endi bugundan boshlab u yangi mer bo'lsa. Xo'p, mayli, o'zim qidiraman. O'zim izlashga to'g'ri keladi, lekin mayli, nima bo'lsa ham o'zim izlayveraman. Xo'sh, mer, yangi mer, qayerdasiz? Bu yerda yo'q. Menimcha mana bu xonada bo'lsa kerak. Hoy, mer. Yo'q, bu yerda emas ekan. Mer, qayerdasiz? Yangi mer. Mana bu xonada bo'lsa kerak. Mer, mana shu xonadamisiz?
O, mer, nihoyat sizni topdim. O, mer, siz har kundagidek yaxshisiz. Bo'lmasam, unda sizni shahardagi bir ikkita joylar bilan tanishtiraman. Yuring. Mer, pastga tushing, pastga. Yaxshi. Siz yangi bo'lsangiz ham aqlli ekansiz. Avvalgisi ham aqlli edi, lekin bunchalik emas. Xo'p. Bilasizmi, mana bu yo'llarni asfalt qilish kerak, lekin eski merimiz asfalt qilishni aytgan paytim budjet ko'tarmaydi degandi. Lekin mana bu bank budjet, bankni lug'atida, so'z lug'atida unaqa so'z yo'q. Budjet degan. U bank chunki. Lekin baribir bir tiyin ham berishmadi. Xullas, siz insofli mer bo'lishingizga ishonaman. Rozi bo'lasizmi? Faqat hozircha yo'l buni ko'tarmaydi. Shuning uchun keyinchalik 2 hafta, 3 haftadan so'ng qilsak bo'ladi. Chunki bu asfaltni ko'chirish uchun ustiga yelim, qanaqadir kislota, yadroviy beton joylashtirilgan. Chunki bu kichkina shahar. Agar bironta zilzila bo'ladigan bo'lsa, uzr. Xo'p, mana shu asfalt tagida 3 qavat beton bor. Chunki bu nimaga? Sababi bironta zilzila bo'ladigan bo'lsa, bu shaharni hamma narsadan, tabiiy ofatlardan saqlab qolish kerak. Chunki bu o'zi kichkina shaharcha. Shuning uchun shunaqa qilishga kelishilgan. Va shunaqa 3 qavatli birinchi mana bu savdogarning uyi bilan tanishdim. Bu savdogarning albatta. O'zingizga mashina xarid qilsangiz bo'ladi bu yerda. Siz mersiz. Sizga tekinga berishi ham mumkin agar insofli savdogar bo'lsa. Xo'p, agar savdo qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol savdo qiling. Agar qilish niyatingiz bo'lmasa, yuring, sizga bankni ko'rsataman. Bizning bankimiz bu yerda avtomatik eshiklar o'rnatilgan. Eski merimiz juda ham yaxshi mer edi. Shuning uchun ham shunaqa shart-sharoitlarni yaratdi. Bu yerda hozircha menimcha ular uxlashga ketgan hammasi. Bular hammasi smena bilan ishlaydi. Ertalabki va obedki. Ertalabki hozir kechqurun, shuning uchun hech kim yo'q. Mana bu yerda esa bu bankning boyliklari saqlanadi. Bankniki albatta. Bu yerdan kredit olsa bo'ladi. Ayniqsa mana shu joy kredit bo'limi. Mana shu yerdan kredit bemalol olsa bo'ladi. Xullas shunaqa. Bankni ko'rdingiz, to'g'rimi? Endi yuring. Sizni o'zimizni do'konimiz bilan tanishtiraman. Do'konga lekin mashina bilan boramiz.